Bu video sizlarni 750 ming shtrafdan asrab qolishi mumkin. Videoni ko'rishda davom etinglar. Qani ketdik. Hozirda turgan joyimiz xalq orasida Katta Qani masjidi deyiladi. Mana ko'ryapsizlar. O'tgan yillar 2024-yillar har bitta masjid yonida bir emas, ikkita emas, 10 ta, 15 talab ostanovka запрещен znaklarni ilishni boshlashdi. Mana bu yerda GAI turmaydi, lekin ostanovka запрещен znaklari turadi. Bu znakka qanaqa qilib tushish mumkin desanglar, mana tepada 360 kamera turibdi. Mana shu kamera hozir mana bu turgan, endi bularni olmaydi, to'g'ri bular gazga turishibdi. Lekin namozga kelayotgan insonlar mashinasini qo'yib kirib ketishardi. O'zimizni tanishlar 2 marta mana shu kameradan xat olishdi. 750 mingdan 1,5 millionga a'zo bo'lishdi. Nega desanglar, birinchidan ostanovka запрещен znak turibdi, ikkinchisi mana bu sariq liniya turibdi. Sariq liniyani mazmuni, ma'nosi ostanovka запрещен degani. Tepada mana bu znak bo'lmasa ham, mana bu sariq liniya bo'lsa, qo'yib ketavermanglar. Mashinalar shtraf keladi uylarga, mashina uchun. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, kimga jo'natishni o'zingiz bilasizlar. Salomat bo'linglar.